Kim o'zini bir birodarini bir gunoh uchun ayblasa, bu gunohidan tavba qilib to'xtagan, shu gunohga o'zi ham tushib qolmasdan avval o'lmaydi. Mushkulamiz shuki, bitta xatoga yo'l qo'ydi bir odam, keyin tavba qildi, qachon ko'rsak o'sha gunohni eslaveramizda. Bu mana qiydi. So'ramasa ham yonimizdagi aytib maza qiladi. Bu mana qiydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida bir ayol haqdan toyilib bir gunohga qo'l urdi. Tavba qildi, jazo qo'llandi bu ayol ustida. Tavba qildi, haqqa qaytdi. Shu ayolga biroz sovchi bo'lib keldi. Shu ayolni akasi xalifa Umar ibn Xattobning oldiga kelib, buni avval qilgan falon gunohi bor edi. Shuni xaridor bo'lib kelgan odamga aytaymi, yo'qmi dedi. Umar ibn Xattobning javobi tez bo'ldi. Vallohi, agar aytsang buni, seni qatl qilaman. Qildi gunohni, to'xtadi, tavba qildi, tamom. Uni kavlashlikka